mening ortimdan ovora onam. Bir parcha yuragi ming pora onam. Bir baloni ko'rib yorug' dunyoda Toshkentni ko'rmagan bechora onam. Bolang bo'lib bir bor boshlab keldimmi? Endi men ham senga o'g'il bo'ldimmi? Garchi bisotingda bayram so'zi yo'q. Bilaman, kutasan sandal to'la cho'g', menda yurak deganlarning o'zi yo'q. Men sovg'a bermagan qiz yo'q bu oqshom, senga na gul berdim, na shirin kalom. Endi men ham senga o'g'il bo'ldim. Siz chet elda yurib, ota-onangizga yetarlicha e'tibor qarata olmayotganingizdan o'ksimoqdamisiz? Endi bu muammo emas. Biz kanalimizda Musofirning onasi loyihasini tashkil etganmiz. Loyihada obunachimizning xonadoniga borib, obunachimiz nomidan ota-onasiga yoki bo'lmasa yaqinlariga sovg'a ulashamiz. Agarda siz ham biz orqali yaqinlaringizga sovg'a yubormoqchi bo'lsangiz, ekraningizga raqamlarga murojaat qiling. Keyingi manzil sizning xonadoningiz, keyingi sovg'a sizning onajoningizniki bo'lishligi mumkin. Ko'nglima orzular solgan qishlog'im. Assalomu alaykum qadrdonlar. Assalomu alaykum yaxshilar. E'tiboringiz markazida Kamina Zuhriddin Turgunov. Siz Vodiy savdosi kanalining Musofirning onasi loyihasini navbatdagi sonini tomosha qilmoqdasiz. Bugun biz Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumaniga boramiz. U yerda bizning obunachimiz Davlatbek do'stimizning onalari Shamixa onamizning 56 yoshga to'lganligi munosabati bilan tug'ilgan kunlari bo'lyapti. Ilohim umrlar ziyoda bo'lsin. Do'stim Davlatbek do'stimiz obunachimiz bizga murojaat qildilar. Men o'zim chet elda yurib, onamni tug'ilgan kuni bilan muborakbod eta olmayapman. O'z qo'lim bilan sovg'a bera olmayapman. Hech bo'lmasa sizlar meni nomimdan onamni tabriklab kelinglar degan taklif bilan chiqqan. Shu sababli Davlatbekning nomidan Shamixa onamizni 56 yoshga to'lganligi munosabati bilan muborakbod etib kelamiz. Videorolik juda ham qiziq bo'ladi degan umiddaman. Demak, rolik yoqsa bittadan like ni bosib kanalni tanishlarga podelitsa qo'yasizlar degan umiddaman. Va do'stlar, agar siz ham biz orqali onajoningizga sovg'a yubormoqchi bo'lsangiz, unda ekrandagi raqamlarga murojaat qiling. Keyingi manzil sizning xonadoningiz, keyingi sovg'a sizning onajoningizniki bo'lishligi mumkin. Demak, ketdik. Qadrli do'stlar, Davlatbek obunachimiz iltimos qilgandilar. Onamni tug'ilgan kuniga eng asosiysi Qur'on kitobini sovg'a qiling degandilar. Do'stimiz iltimosiga binoan mana bu kitob do'koniga keldik va bu yerdan xudo xolisa ruchkali kitob, Qur'on kitobi olamiz. Ketdik. Shu ruchkali Qur'on kitoblaringizni ko'rsatasiz. Bularimiz gold ranglar. Ichi ham sifatli, audio 20 tadan oshiq qorisi bor, tarjima, ikkitadan tarjimalari. Shayx hazratlari, Shayx Muhammad Solim Muhammad Yusuf, keyin Abzar Rafiqov, Abdulaziz Mansur Shayx hazratlarnikini tarjima qilganlar. Ichida kitoblari bor. Haj umra ziyorat kitoblari, tillar kitobi, keyin Hazrati Imom Buxoriyning sahih hadislari, Imom Muslimda sahih hadislari, Ruqya oyatli muallimiz soni, bu tomonida muallimiz sonisi bor. Bemalol Qur'onga bo'lgan oyatlarni o'rganishlikka, orqasida haftayaga bor. Qur'oni Karimda bemalol yengil holatda o'zini ko'tarib yursa ham bo'ladi Qur'ondan tashqari. Zaryadchik, naushniklari va ruchkali. Buni qo'yamiz. Xo'p, buni yonida qorlar tanlash imkoniyati bor bizda. Xo'p. Qorlar tanlashdan oldin pastga qo'yamiz qorlarni. Mana bu qorlarning bazasi. Shunga qo'ysak, qorlar tanlab ketaveradi.
O'zimizga ma'qul kelganini qo'yib, bemalol eshitsa bo'ladi. Xo'p, sahifa boshidan qo'yamiz. Ovozini ko'tarib, baland yoki pastroq qilishga ham imkoni bor, to'g'ri? Albatta. Bu sxemalari mana bu yerdan ovozni pasaytiramiz. Pasaytirsak bo'ladi. Kuchaytirsak bo'ladi. Kuchaytirish imkoniyatlari bor. To'xtatishlik imkoniyati bor. To'xtatiladi bu yerda. To'xtatamiz desak to'xtatsak bo'ladi bu yerda. Bundan tashqari tarjimalarimiz bor. English, Urdu, French, Turkish, Farsi, O'zbekcha. Tarjimalari O'zbekcha deyildi, hozir mana. Tarjimasi bu Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufniki bu. Va bundan tashqari Afzal Rafiqov tarjimalari bor. Unga qanday olsa bo'ladi? Bunisiga bunga davom ettirishni qo'yamiz. Afzal Rafiqov bu yoqda davom ettiradi. Alloh nomidan. Olamlarning Rabbi Allohga kim? Bo'ldi, demak mana shu kitobni olamiz. Xo'p, undan tashqari yangi o'rganuvchilarga mana bu kalima alohida o'rgatsa bo'ladi. Misol uchun mana qo'yamiz oyatga. Hop. Bu kalima o'rgatadi. Agar yo'q bir oyatdan o'qiyman deb takrorlovchi insonlar bo'lsa, ularga qo'yamiz. Oyatni o'ziga qo'ysak, o'qib ketaveradi. O'qib, takror o'qishi imkoniyatini beradi. Shu qulayliklarga ega. Bo'ldi. Demak, zaryadniki bor. Zaryadniki, naushniki, qo'shimchasi zaryadchik, naushniklari bor ichkarida. Undan tashqari qorilarda, suralarda, oyatlar nimalarni kartasi bor. Mana bunga qo'yib, suralarni xohlaganimizni tanlab o'qitsak imkoniyati bo'ladi, yoqamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qorilarda qo'yish qo'yamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Yasin wal Qur'anil hakim. Qur'oni Karim sizdan shu kartani o'zidan foydalanish imkoniyati bor. Bundan bemalol ovozlarni o'zidan kuchaytirib, pasaytirishlik, mashina o'zidan, to'xtatishlik imkoniyatlari bor bularda. Bo'ldi. Demak, Davlatbek mana shu kitobni xarid qilib olmoqchimiz. Menimcha onajonimizga ma'qul keladi.
Do'stlar, xohlovchilar uchun onajoningizga agar buket tanlamoqchi bo'lsangiz, mana bunaqangi bir bejri, chiroyli ishlangan buketlar ham bor ekan. Mana ikkalasi ham bir-biridan chiroyli. Xohlovchilar uchun guldasta, xohlovchilar uchun mana bunaqangi bir chiroyli ishlangan gullar. Hurmatli obunachilar, biz mana Davlatbekni onalari Shamixa onamiz 56 yoshga to'lganligi munosabati bilan Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Qizil dehqon mahallasiga, ya'ni kim Davlatbekni xonadonlariga yetib keldik. Shu yerda ustalar ishlayapti ekan. Hozir kiramiz, umid qilamiz onajonimizni qo'ldan kelgancha xursand qilishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ona yaxshimisiz? Hormasizlar? Charchamayapsizmi? Tuzumisiz? Qalaysiz? Tug'ilgan kunlar bilan muborak bo'lsin, umringiz ziyoda bo'lsin. O'g'lingiz Davlatbekni nomidan o'zlari kela olmagan bo'lsa ham bizdan jo'natib yubordi sovg'alarni. Umringiz ziyoda bo'lsin. Olasiz. Assalomu alaykum. Tuzumisiz? Opa yaxshimisiz? Qalaysiz? Bu sizga Qur'on kitob, ruchkali, o'zbekcha tarjimalik. Buni opa siz olsangiz, qo'lingizga olib turasiz, onamning qo'llari chatoq ekan. Kelavering. Gul. Bunda joynamoz olganmiz, sizga tasbih olganmiz, chiroyli qilib. Joynamozlarni ham yaxshilardan olib boring deganda, o'g'lingiz qarang. Chet elda yurib bunaqa qilgan bo'lsa ham qo'lga nima bo'ldi? Xudo saqlasin. Bu endi ro'moli ham bor. Ro'mol yoqar ekanmi sizga? O'g'lingiz olgan narsada. Endi biz ham o'g'lingiz qatori o'g'limiz. Bu yoqda endi ayamni tug'ilgan kuni bo'lib, dadamga hech nima olib bormasanglar g'alati bo'lsa kerak degan bir maqsadda bir joynamoz bilan bu yoqda ham tasbihlarni olganmiz. Rahmat. Amakim o'zi yo'q ekanlar, Hozir bu yoqda Islomjon olib keldi bizni unaqa qilib. O'zi ketib qoldilar dedilar. O'zingiz tushunmisizlar? Qaraysizlar. Polvon, Salom. ismingiz nima? Fazliddin. Fazliddin katta bo'lsin. Jiyanmi bu deyman? Nevarami, ha? Ha, yaxshi. Bunisi ham nevarami? Yo'q, qo'shnimi? Jiyan. Ha, yaxshi. Tuzumsizlar o'zingizlar. Xursand bo'lib o'tiribsiz. Qalay ustalar ishlatyapsiz? Qayerda ishlayapti? Bu tomondami? Ha, mana bu tomonlarda olib qo'yasiz. Ha, bitta o'g'ilga shuncha uy, Xudo xolasa. bo'ladi, mayli. To'ylarda kelinglar. Iloyim, aytganingiz kelsin. Qalay, kelinlar mo'ljallab qo'ydingizmi ish qilib? Xudo xolasa, endi o'zim yoqqanini beraman deb. Ha, yaxshi. O'zi kelib tanlasa, Ha, Xudo xolasa. O'zi Salomat yashaydigan u. Ha. Yaxshi qizlardan tanlasa, olib beramiz. Ha, albatta, Xudo xolasa. O'zingizlarga o'xshaganidan, ha? Ilohim. Uyim joyim deydiganidan. Rahmat, tanjalang sog' bo'lsin. Salomat bo'ling. O'g'limga ham tanjani sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin, rizqi ulug' bo'lsin. Iloyim. Ilohim topganiga baraka Amin. bersin, umri ziyoda bo'lsin ilohim. Baxtli, saodatli yurishini xohlayman. Ilohim begona yurtlarda yuribdi, musofir yurtlarda umri uzoq, rizqi ulug' bo'lsin, tanjani sog' bo'lsin ilohim. Topganiga baraka bersin, ota-onasini baxtiga sog' salomat yursin ilohim. Sizlarga ham umrlaring uzoq bo'lsin, rizqlaring ulug' bo'lsin. Ota-onalaring baxtlaringni ko'rib, kamollaringni ko'rib yurishing nasib qilsin. Hammamizga ham tanijonimiz sog' bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Osmonimiz musaffo bo'lsin ilohim. Koronaviruslardan o'z panohida hammamizni ham asrasin ilohim. Hammamiz ham tanjanimiz sog' bo'lsin, umrimiz uzoq bo'lsin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabbannar. Rahmat. Alloh akbar. Salomat bo'ling. Xush kelibsizlar. Sog' bo'ling. O'g'lingiz juda ham bir ajoyib yigit. Bizning kanalimiz bor, Vodiy savdosi kanali, blogerman o'zi aslida. Mashina bozorlari chiqaraman. Juda anchadan buyon yozib turadi. Aka-uka bo'lib qolganmiz deyarli. Biz Qo'qondan keldik hozir, ertalabda yo'lga chiqqandik. Siz haqingizda gapirib turadi-da, shu ayamni juda yaxshi ko'raman-da, sog'inib qolyapman, lekin mayli. Chet elda yurib, endi ota-onam yaxshi yashashligi uchun bu yerda yuribman. Kelajagim yaxshi bo'lishligi uchun foydavor qilyapman dedilar. Sog' bo'lsinlar. Sizni boshqacha yaxshi ko'rar ekan. Bitta dona o'g'lim
suyangan o'g'limda, suyangan bog'im, suyangan tog'im, ishongan bog'im o'ziga aytaman. O'sha uchun yashayapman. Shu bir o'g'il, bir qizim bor o'zi. Bitta o'g'il, bir qizim. Bu opasi? Bu opalari bo'ladi. Opalari. Turmushga chiqqan shu bitta bolasi. Endi ustiga qarashgani keldilar. Keldi, mening ham oyoq qo'lim nima bo'lib qo'yganiga yordamga keldi. Yaxshi, yaxshi. Amakim nima ish bilan ketdilarmi? Mahalla raisi ishlaydi. Mahalla raisi. Demak, tashkil ishlar bilan unaqa bo'lib tez-tez chiqib ketib turar ekanda. Mayli, mayli. Kechqurun keladi, kechib. Sog' bo'lsinlar. Amakim nechinchi yil? Tengmiz, xudo xohlasa. Tengsizlar. Yaxshi, zo'r. Tengmiz. Yaxshi, salomat bo'ling. Rahmat, tanjalaringiz sog'sin. Endi ona mana shu o'g'lingiz qatori, Davlatbek qatori chet elda mana shu o'zimizni Namanganni, o'zimizni vodiyimizni, o'zimiz O'zbekistonni yigitlari chet elda musofirchilikda yuribdi-da. Endi ular ham sizning o'g'lingiz, to'g'rimi? Albatta. Shuning uchun ularga ham bir duo qilib qo'ysangiz, yurtimizga yaxshi qaytib kelishsin. Ilohim. Amin. Jamiki shu O'zbekistondan borgan o'g'lonlarimizni, yigit qizlarimizni hammalarini umri uzoq bo'lsin, rizqi ulug' bo'lsin, martabasi ulug' bo'lsin, ilohim o't bolasidan, suv bolasidan, bemahal o'limidan, quruq tuhmatidan Allohim o'zi asrasin. Hammasini ham ota-onasini baxtiga sog' salomat o'ynab kelib kelsin bag'riga, topganiga baraka bersin Allohim. Yuzlari yorug' bo'lsin. Iymonli, insofli bandalaring qatorida qilgin, yaxshilarga yondashtirsin, yomonlardan adashtirsin Allohim. Hammasini ham tanjallari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin Ilohim. Baxtli, saodatli bo'lsin, hammasiga topganiga baraka bersin Allohim. Ilohim aytganingizga kelsin. Sog' bo'ling. Qo'lingiz tezroq sog'ayib ketaversin. Sog' bo'ling. Usta akalar, xormanglar. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? O'ylayapsizlarmi? Uylarda chiroyli qilib ish bilan mashg'ulsizlar. Zo'r. Hozir nima qilyapti hozir? Mashinada shu vaqtda endi tushdida. Shu vaqtga boshlashdi. Zo'r. Endi shu vaqtga tushyapti, ketishi kechroq qoldi. Shetdamisizlar usta akalar o'zi? Shu mahalladansizlar. Yaxshi, zo'r. Charchamanglar akalar. Xudo kuch-quvvat bersin. Bo'ldi ona. Men to'yga ham chiqaman-da. Boshlovchilik qilaman, suxandonlik qilaman. Hozir 12 da to'yimiz bor edi, endi o'shanga kech qolyotibmiz. Xudo xolasa yetib olaylik. Xudo xolasa. Davlatimizdan to'yga o'zingiz boshchilik qilasiz. Xudo xolasa. Xo'p, o'g'lim. Bo'ldi, onajon. Amakimga salom ayting. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Shunchalik uzoq yo'lda bosib kelibsizlar. Ilohim tanjalaring sog' bo'lsin. Ota-onalaring huzurlarini ko'rsin. Rahmat. Alloh yaxshi, iymonli, insofli, yaxshi yor uchrasin ilohim. Rahmat. Baxtli bo'linglar. Salomat bo'ling. Ona, xo'p, tug'ilgan kun bilan tabriklaymiz yana bir bora. Sog' bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Hurmatli obunachilar, agarda siz ham biz orqali ota-onangizga yoki bo'lmasa biron bir yaqiningizga sovg'a yubormoqchi bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga murojaat qiling. Keyingi manzil sizning xonadoningiz, keyingi sovg'a sizning onajoningizniki bo'lishligi mumkin. Keyingi ko'rsatuvda g'oyibona diydor ko'rishgunga qadar omon bo'ling, qadrdonlar.